Samarqanddagi navbatdagi obyektimiz bir qaraganda bir xildek tuyulishi mumkin, lekin bu obyektimiz ikki xil tus oladi. Sababini tushuntiraman. Ichki tomondan qaraganda akoshkalar uchburchak, tashqi tomondan esa arkalik obyektimiz. Abror aka qilib berganlar, tungi sozimiz esa salom. Siz Abror aka ushbu obyekt haqida bir ma'lumot bersangiz to'liq. Obyektimiz Samarqand o'zbek kentida. Buni egalari Amerikadan turib kuzatib, bizni qilyaptilar. Arkalik qilib, shu har doim o'zimiz stil, ichki tomonni uchburchak akoshkali qilganmiz. Sababi nimaga? Hovli juda kichkina, ko'rinish uchun shunaqa stil qilganmiz. Zo'r. Bizga ko'proq savol beradi. O'zim chet elda yashayman, lekin O'zbekistondagi uyim tomimni qanday yopsam bo'ladi deyishadi. Aynan bu obyektimizni egalari Amerikada turib kuzatyaptilar. Ko'rishingiz mumkin, 360 kamera ham 24 soat nazoratda. Xo'p, endi tungi sozimiz Aziz aka, necha kun bo'ldi holatga kelishga? Tunkasini boshlaganimizga 9 kun bo'ldi. Buni sababi ichkarida bitta videoni ko'rishadi, figurasini ko'rasizlar, mehnatimizga bitta baho berasizlar. Zo'r. Ozgina cho'zilgan bo'lishi mumkin obyektimiz, lekin sifati birinchi o'rinda bitta ko'rib videoni o'zlari xulosa qilishadi aka. Zo'r. Chotki. Agarda sizga ham sifatli tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Tajribali ustalarimiz sizlarning xizmatingizda.